Navbatdagi bemorimiz bizga o'ng chanoq son bo'g'imi sohasidagi kuchli og'riqga hamda oqsab yurishga va o'ng oyog'i kaltaligiga shikoyat qilib keldi. Biz bemorni rentgen tekshiruvini ko'rganimizda bemor 1 yil oldin Rossiya davlatida yiqilish natijasida o'ng son suyagi bo'yinchasini sindirib olgan. Natijada Rossiya davlatida bemorimizga endoprotezlash amaliyoti tavsiya qilingan. Bemor qo'rqish hisobiga bu operatsiyaga rozi bo'lmagan. Natijada bemorni Rossiya davlatida 3 ta shurub yordamida osteosintezlash amaliyotini o'tkazib berishgan. Mana oradan 1 yil o'tdi. Bemorda o'sha oldingi shikoyatlar, ya'niki o'ng chanoq son bo'g'imidagi og'riqlar hamda oyoq kaltaligi va bu suyak bitmagan holatligi aniqlandi. Natijada shunga shikoyat qilib keldi bemor bizga. Bemorimiz mana bitta yurib bersin. Bemorda oqsash bor, oyoq kaltaligi bor. Bunday holatlarda 100% holatda deyarli son suyagi bo'yin qismidan singan vaqtda bu bitish holat bo'lmaydi. Bunda eng to'g'ri yo'l davolash yo'li o'ng chanoq son bo'g'imi total endoprotezlash amaliyoti hisoblanadi. Biz bemorga ushbu operatsiyani hozir rejalashtirganmiz. Inshaalloh bugun shu amaliyotni o'tkazib beramiz.